TV kanalidan Sodirjon. Imzo kompaniyasining eng zo'r ranglardan biri Lux Antrazit mokri ishqozlar uchun bugun juda ham zo'r obyektimizda 6000 interior hamda termo 65 va hamda ikkita yonma eshik bittasi tashqariga ochiladi, bittasi ichkariga ochiladi. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi, yonma o'tirsa farqi bo'ladi. Shularni tushuntirib o'taman. Agar Imzo kompaniyasi sifatli mahsulotlari kerak bo'lsa, telefon raqam qo'yib qo'yganmiz, bog'lansanglar chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mehnatimiz uchun bitta like chiqadi. Video ma'lumot berishni boshlayman. Ko'rib turgan obyektimiz Namangan viloyati Norin tumanida juda ham chiroyli holatda qilingan. Bu yerda 6000 interior romlari, termo 65 eshiklar foydalanganmiz. 6000 interior romlari ena keladigan bo'lsak, eni 180 bo'yi ham xuddi shunaqa 180 ga 180 olsanglar bo'ladi. Ikkita chekkasi gulxoy, o'rta ochilish. Nega o'rta ochilish? Sababi xonada ikkita rom bor, ikkita yetadi. Bemalol havo aylanish uchun. Oynalarimiz energiya tejovchi titan. Mana mokri rangini yaxshi ko'rganlar uchun yaqindan ko'rsataman. Xudo xolisa juda ham ideal chiqqan vodoslivlari. Mana ko'rishlar mumkin. Bu tomonda ham xuddi shunaqa vodoslив suv ariqchalari, podstavочный profillari qo'yilgan va orqasida podokонник sovuq kirgizmas uchun bu ham 3 kamera hisoblanadi. Bu 58-51 deydi buni tagi, bu esa 6000 interior. Mana energiya tejovchi tashqaridan ichkari ko'rinmaydigan holati. 1 kvadrat metri 110-120 dollar atrofida boshlanadi, podokонникlar bilan chiqadi va eshiklarimizni ma'lumotini beramiz. Ko'rib turgan eshigimiz termo 65, 3 kamerali profil, juda ham sifati yaxshi. Ochilish-yopilishlari. Mana tashqariga ochilish ko'ramiz. Tashqariga ochilish ko'rishingiz mumkin. Tashqariga ochilganda profil bir xil chiqadi. Hozir qulf ekan, narigi tomondan ochib ko'rsataman. Mana tashqariga ochilish qalin, bu ish ichkariga ochilish. Ko'ryapsizlarmi? Ichkariga ochilganda ichkari qalin, tashqari ingichka. Bunda esa tashqari qalin, ichkarisi ingichka bo'ladi. Energiyani xona ichini ko'rsatmayapti, o'zim aksini ko'rsatyapti. Mana bunda ham xuddi shunaqa holat. Termolar endi 240-250 dollar atrofida 1 kvadrat metr chiqyapti hozirgi kunda. Endi narigi yon tomondagilarni ko'ramiz. Hozir romlarni ham xona ichkasidan ko'rsatishga harakat qilaman. Bu tomoni ochiqmikin? Bu tomon ochiq mana. 65 degani 6,5 sm. Ichkari tomondan ko'rinishi. Stupina kompaniyasi ruchka mexanizmlaridan foydalanganmiz. Ochilish-yopilish juda ham yumshoq. Idealniy holatda. Bu esa ichkariga ochilish. Endi hozir xona ichidan ko'ramiz. Xo'p, xona ichidagi rom mana o'rta ochilish. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ideal holatda. Bunda двойной mexanizmda ishlangan. Biz yonga ochilish. 6000 interior menga nimasi yoqadi? Profil yorug'li xonaga yaxshi kiradi va hamda ochilish yopilishi juda ham ideal edi mana. Qaranglar, yumshoq. Divanlar ham qiynalmaydi. Mana yonga ochilishi 6000 interior, mana bu yerda liniyasi bo'ladi, bilasizlar. Podokонникlar standart holatda qo'yilgan. Rom o'zining holatida eshik splashni. Eshiklarimizda 3 tadan italyanskiy petllardan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda mana yopilishi. Endi esa mana eshigimizni ochib xona ichidan ko'ramiz. Bu ham xuddi shunaqa, o'sha 6,5, faqat bu xona ichi qalinroq bo'ladi. Mana sizlarga qanaqa ko'rinyapti? Shunday holatda. Endi orqa tomonda romlar bor. Uyimizning orqa tomonida esa romlar high-tech fasonda berganmiz. Hovli tomoni tepa framoga bo'lgan. Bunda bo'ya keladigan bo'lsak 180, ena keladigan bo'lsak 120, 180 mana. High-tech holatda ruchkamiz ham hozir narigi tomon bilan bir xil germanskiy qo'yilgan. Fornax mexanizmda 6000 interior rom. Bunda ham двойной mexanizm bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Yonga ochilish va rom tashqari tomon yorug'lik bemalol ko'rinadi. Bu ham xuddi shunaqa, bitta chap, bitta o'ng bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday holatda. Mana hozir xona ichidan mana shu bir qanotli eshigimiz hamda bu tomondagi o'sha romlar ham yon tomondan bir xil ketgan, gipsokarton qilingan. Romlar ichkaridan ko'rinishlarini ko'ringlar. Qora rangdagi nima mexanizm ishlatganmiz. Krishkalar qora, chunki mokriga yaxshi tushadi. Energiyadan tashqari bemalol ko'rib turibsizlar. Shu bilan ma'lumotimiz tugadi. Xudo xolisa sizlarda ham shunaqa eshik derazalarga buyurtmalar bo'lsa, bemalol bog'laninglar. Bizga kuzatishda davom etinglar.